Qarang, uyning oldida azan aytilyapti, bormaydi, biroq bormaydi. Bormaydi. Shifayda-da. Yerden Abdug'apparning Xudoyisi desa, shala eshitib qo'ysam kelaveradi. Shala eshitsam, bir ret aytsang ketadi. Ana Abdug'apparning Xudoyisine borib kerak ekan deydi, kelaveradi. Yalmaydi ham, qazarmaydi ham, keladi-da, Qamrafat opalam urib o'tiraveradi. Yadam yo'q-da. Bir adam aytmaydi turgan, "Uyalmaysizmi? Meshitga kelmaysan, Xudoy tamoqqa kelasan." Uyalmaysizmi? Bir adam aytmaydi turganda. Bir adamning Xudoy tamog'idan qolmaydi. Tag'in yotdi, namusli odamga o'xshab, shaharvanchilikka borib kerak deb qo'yadi. O chaqirsa bir ret chaqirdi qo'ygan. Azan 5 ret chaqiryapti. Allohu akbar, Allohu akbar. Hayya alas solah, hayya alas solah, hayya alal falah, hayya. Bag'ri, onu eskisi kelmedi, o chaqirib o'tmaydi. Bu ahiret chaqiruvi bu. Bu ahiret chaqiruvi. Namozga asinglar, qutuluğa asinglar deb turib, bishara azanchi shin yuragi bilan ayqaylab aytmadir. Eshitgisi kelmaydi. Meshitning oldidan o'tib o'tgan vaqtda primoy qarab oladi. Bunaqa qaramaydi, bunaqa meshit. Bu yerda janaqi Azrail alayhisalom jonini olatындай turadi. Qarag'isi kelmaydi, tikib o'tib ketadi. Sen o'tmasang ham, sen o'qimasang ham, sen kirmasang ham o'qiydi odam ko'p inshaalloh. Alloh muhabbat solgan odamlar o'qiydi. Alloh yuragini sonda bir muhabbat solgan odamlar o'qiydi.